Assalomu alaykum obunachilar. Kraskalarni ko'rib bergani mana fonarlarimiz kelgan. Xudo xolasa mana hozir proba qilib ko'ryapmiz. Mana bunda mana orqa eshik sepilgan ekan. Yana orqa qanot perexod sepilgan ekan. Figuradan pasi. Bu bamper sepilgan ekan. Endi bu tomonimizda orqa qanot sepilgan ekan. Mana ransasi. Hozir mana perexod joyi. Keyin mana nimamizda ham kraska bor ekan. Oldi eshik. Kapotda perexodi bor ekan mana. Ya'ni ko'rinyapti. Mana shunaqa xizmatlari bo'lsa ham kelaverasizlar. Inshaalloh ko'rib beramiz kraskalarni chiroyli qilib.